Muaz ibn Jabal roziyallohu anhu namozga imom o'tsalar qiroatni cho'zar ekanlar. Bir kun xabar yetib keldi payg'ambarimiz alayhissalomga, Muaz ibn Jabal qiroatni cho'zadilar. Muaz ibn Jabalga dedilar: "Ya Muaz, afattanun anta?" Ey Muaz, fitnachimisan dedilar. U jamoatning ichida zaiflar bor, qariyalar bor, hojati borlar bor dedilar. Ya'ni imomga o'tadigan odam o'shalarning rioyasini qilsin. Islomning ta'limotini qarang. Hatto ibodatga o'tadigan odam ham ibodatida o'sha zaiflarning rioyasini qilsin. Hatto ibodatda ham o'shalarni eslasin. Ularni qiynab qo'ymasin. Hamma narsa o'zining me'yorida bo'lsin. Ba'zilar rukuga boradi, sajdaga boradi, 10 ta, 11 ta, 12 ta tasbih aytadilar. Yaxshi. Lekin orqada ba'zilar qiynalib qoladi. Qonbosim borlar bor. Boshqasi bor. Sajdada uzoq yo'talmaydiganlar bor. Shuning uchun kitoblarimizda imom odamga tasbih 3 tadan ko'p aytishi makruh deyilgan. Imom odam 4 marta tasbih aytmasin. Subhana robbiyal azim, subhan robbiyal a'loni 3 marta aytsin. Oshiqcha aytmasin. O'zi yolg'iz o'qiydigan namozi bo'lsa, sunnatmi, naflmi aytaversin, 50 ta aytmaydimi? Qarang, hamma narsani me'yori bor. Dinimiz ta'limotlarida u hayotdagi zaif insonlarning rioyasi qilingan.